Perfodraldagi ushbu funksiya burg'ulash. Bunisi zarba bilan burg'ulash. Bunisi shunchaki zarba. Lekin bu funksiyamizni esa ko'pchilik ustakalarimiz bilishmas ekan. Aytaylik, qurilishdagi ushbu devorni men buzmoqchiman. Perfodralimizdagi lapata mana shunday holatda o'rnatilgan, lekin men mana bunday holatda buzmoqchiman lapata bilan. Qolgan любой funksiyada lapatani turgan joyini, pozitsiyasini o'zgartira olmaysizlar, mana qimirlamaydi. Endi menga faqatgina o'zimga noqulay qilib, mana bunday holatda buzishim kerak qolyapti xolos. Bu albatta menga noqulay. Aynan mana shunday holatlar uchun yuqorida aytgan ushbu funksiya ham yordamga keladi. Buning nomi holostok xod deb nomlanadi. Bu aynan mana shunday lapatalarni o'zingizga kerakli bo'lgan pozitsiyaga burib olish uchun xizmat qiladi. Mana ko'ryapsizlarmi? O'zlaringga kerakli bo'lgan pozitsiyaga qo'yib turib, yana bitta o'tkazsalaring bo'ldi, qotadi, bemalol bunaqasiga ishlayverasizlar. Bu ma'lumotimiz bilganlar uchun eslatma, bilmaganlar uchun esa qo'llanma bo'lishi kerak. Ko'rishguncha xayr.